Falakat kelin. Bu nimaga qarshi ukol? Bu ukol qo'yi gijjasiga qarshi ish qilib ukol qila olasanmi? Ha, qilaman. Qaqoyi. Menga tiqib qo'yding-ku. Ana endi gijiz bo'lmaydi. Hozir bu jarayonni poylayman. Voy, bobolarim meni $300 oldi be. Voy, bittasi ikkitasi dovul qildim. Men chaqirding onasi? Duxovkani tagi yonmayapti. Bo'pti, qachdi. Duxovkani pasini yoqib yuborchi. Voy, rostdan ham pas ishlamayapti. Boshingiz qizimayaptimi? Yo'q. Boshingiz yo'qmi? Falakat. Duxovkani tepasi yoqmading. Namuncha boshingiz qattiq patnisimi pachoq qildingiz. Hadi. Voy, yana dovul qildim. Ada, tez bo'ling, hozir xotinim kelsa bir palakatni boshlaydi. Bo'ldi, o'z kelindasidan sog' joyim qolmadi. Assalomu alaykum odajon, yaxshi o'tiribsizlarmi? Va alaykum assalom. Ada, qari, xotinim kelgan bo'lsa ham palakat bo'lmadi. Kelinimni palakat aribdi. Nega meni doim palakat deyverasizlar, tavba. Ada.